Arda Xivaga keldik. Arda Xiva. Bu yerda ham bir aylanamiz. Ichida nima bor? Chiroyli narsalar, chiroyli joylar, hammasi ko'rsatamiz. Mana boshqacha. Suvda bir kemada aylanib chiqsak-a? Nima dedingiz? Bu как Magic City yoki ana Samarqand City shunaqa joy ekanda. Islamic City bo'lsa nima? Xiva o'rdada birdan piyoda yurmasdan shunaqangi qayiqmi, kemami? Nima deyiladi bu? Qayiq, kema? Qayiq. Shu qayiqda polni o'rdani aylanib chiqamiz. Biz hozir как раз restoranimga nom qidiryapmiz. Bir nomdan bizga yordam qilinglar. Restoranga nima deb nomlasak bo'ladi restoran? Mehmon. Mehmon ham yaxshi. Lekin turetskiy va inglizchasini topish kerak mehmonni. Musafir. Musofir? Zo'rlik. Musafir. Ya basta. Musafir. Shu brat adda Mehmon, musofir deganim. Yo'q-e? Ham musofir, ham mehmon. Zo'r ekan. G'olli nima degani? G'olli. G'olli. Ha, gilam. G'oli. G'oli. Cho'girmani bilsangiz kerak. Cho'girma, bilaman. Musafir. Inglizchasini ko'raymi? Mehmon. Cho'girma ham yaxshi nom, qarang. Cho'girma. Ya bor-da cho'girmalar. Varak. Bizda tepmaydi-ku cho'girma. Bura. Sangardak. Sangardak normalniy, lekin. Nima san? Mehmon. Lekin chiroyli ekan, qarang. Vahshiy. Sangardak City qo'yish kerak. Bilmadim. Misdar. Miskar. Miskar. Ustaxona. Cho'girma. Mana inglizcha. Guest. Mehmon. Guest. Kulol. Endi bu yerda kulolchi, ha? Piyova. Piyova. Nima degan piyova? Sho'rva. Ha, sho'rva piyovada. Lekin go'zal, ha, qarang. Buni qarang. Bizda Sarasiyo deydi-ku, sar. Sari Osiyo bo'ladi. Sari tarjimasini qo'ysangiz bo'lmaydi? Osiyoning o'rtasi. Yo'q. Sar degani shoh, xon. Shu o'rtasida. Uskan. Amana mingboshi keramik. Mingboshi keramik. O'zimizni bratiki-ku. Cho'girma, ustan, kermak, turgan sharaf. Eva. Lapshek va buni qarang ichini.